Mana bugun navbatdagi mijozimiz oldiga keldik, ya'ni Frendo do'koniga. Ushbu do'kon faoliyati bilan mana ichkarida tanishtiramiz. Qani ketdik, yuringlar. Assalomu alaykum. Nechinchi yillardan beri ishlayapsizlar o'sha mana shu sohada? Bizning faoliyatimiz hozirgi 90-yillarning oxiriga to'g'ri keladi. Shu ustozlarimiz boshlashgan. Hozirgi kunda biz davom ettiryapmiz. Faoliyatda asosiy yo'nalishimiz santexnika yo'nalishi. Birinchi foizi o'zimiz import qilamiz. Hozirgi kunda assortimentimizdan ko'rasizlar, har xil mahsulotlar bor. Assortimentimiz juda katta. Asosiy importimiz Xitoydan bo'ladi. Buni Yevropadan ham olib Yevropa ham bor, Turkiya ham bor, lekin asosiy qismi Xitoyga tashkil etiladi. Zamlar значит, men taxminan yanglishmasam 2005-yildan beri Rahim Xo'jaga bilan tanishib, bu hamkorlik ustozlarimiz davridan boshlangan. Bu hamkorlik 4-5 yilda emas, 15 yillargacha, 20 yilga yaqin. Bizning jamoamiz haqida qisqacha fikringiz qanaqa bo'lishi mumkin? Bilasiz, hozirgi bizning savdo yo'nalishida, aynan santexnikada ikkita muhim jihati bor. Endi bizning asosiy mahsulotlarimiz sinadigan, urinadigan narsalar bo'lganligi uchun eng muhimi bu birinchi o'rinda turadigan bu xavfsiz yetib kelishi mahsulotlarimizni. Shu paytgacha birorta bir katta talafot bo'lmagan. Ikkinchi tarafi shu mahsulotlarimizni uzun vaqtida O'zbekistonga yetib kelishi. To'g'ri, endi yo'llarga nimalar bo'ladi? Himoyalar bo'ladi. Albatta, bundan hech kim himoyalanmagan. Lekin shu paytgacha har doim o'zini vaqtida yetib kelgan. Eng muhimi xavfsiz yetib kelgan. Lekin qadoqqa ham ko'p ahamiyat berish kerak bo'ladi. Sizlarni mahsulotlarni qadog'i juda zo'r. Qolganlarga qaraganda endi umuman shu mahsulotda emas, o'xshash mahsulotlar bo'lganda qadog'iga qattiq rioya qilasizlar. O'shaning uchun ham mahsulotlar yaxshi yetib keladi. Bo'lmasam do'koningizni bir aylantiring, ko'raylik.